Assalomu alaykum. Bu eshik o'rnatadigan ustalar hech bunaqa joylarga chiqmagan bo'lsa kerak. Lift ishlamas ekan 6-etajga. Mana nasl ko'tarib olib qo'yapmiz. Hozir mana narsalar bir rez toshib oldim. Hozir pastda chamadon karsovkalar qoldi. Va yangi dom ekanda hali hech kim ko'chib kelmagan, liftini ishlatishmagan ekan, hali qo'shilmagan ekan lift. Ammo umrimda birinchi marta chiqishim bunaqa narsaga. Qo'rqinchli bo'lar ekan birinchi marta chiqqanda. Alpinist bo'lib toqqa chiqib yurganim uchun uncha qo'rqqanim yo'q. Nima deymiz endi? Klient uyiga qilib berish kerak ishini. Nima deb ketaversa, iltimos qilish. 6-etajga narsalarimiz toshlayotgan uchun 10 rez chiqib tushamiz-da. Oyoq ham, bel ham adoyi tomon bo'ladi. Buni narsa yaxshi bo'lgan. Juda ajoyib narsa ekan.